kiradigan burchak qaysi chorakka tegishli? Qaysi chorakka tegishli deb. Buni nimaga aylantirib olishimiz kerak? Gradusga. Xo'p. 1 radian necha gradus bo'lardi? 57.7 da. Tushundingmi? 57 deb turaveraylik. O'zi 57 deb yozdim. 2 radian necha bo'ladi? X qilib qo'ysam bo'ladimi? Xohlasanglar birinchi buni yozib, tegidan keyin buni yozinglar. Farq yo'q. 1 ga x ko'paytirsam x bo'ladimi? 2 ga 57 ni ko'paytirsak, 2 ga 2 14, 114 gradus bo'lar ekan. 114 gradus degan qaysi chorak? Mana bu kecha 180 mi? 114 orqaroqda qaysi chorak bo'lar ekan? Ikkinchi. Hadi. Bak. 34. Qaysi bir kattadir? Xo'p, mana bu 2 gradusmi yoki sonmi? Son. Ha, demak men buni songa aylantiraman. Ya'ni pi ni qiymati necha edi? 3 taqsim 2 bo'ladimi? Ha? 2. Xo'p, 3 2 ga bo'lsa, 1 57 bo'ladi. Va 2. Qaysi bir katta? 2. Ne bo'pti? Tamam, baribir nima bo'lar ekan? Tushundinglar? Yo'q, qaysi bir katta debdi. Buni ham aylantirib olamiz. Xo'p, pi degani -2 ko'paygan 3.14 taqsim necha bo'ladi? 3 mi? 9 bo'lganda necha chiqadi? 3. Demak, 3 qanaqadir? 2 mi? Qo'yib bo'ladi taqriban. Xo'p, buni bunga ko'paytirsak 628 bo'ladi. 628 ni bo'lamiz nechaga? 3 ga. Hayır. 6 bo'lganda 6 ni 3 ga bo'lsam 2 bo'ladimi? 3 chiqishi mumkinmi? Hech narsadan 3 ga bo'lsam. Chiqmaydi. 2 butun nimadir chiqadi, to'g'rimi? 2 butun qanaqadir 2 deb qo'yib va -3. Qaysi bir katta? -3 mi? Manfiy sonlarni kichigi katta bo'ladi. Javob minus katta bo'layotgan bo'lsa, bu javob bo'ladi. Bunisini katta deb qo'yganda, tushunarli. Biz taqriban mana o'zimiz soddalashtiramiz. Yozib olib